Ot yili. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev. Olqorchol sirtdan qaraganda qandaydir hovliqma, ezma, hali aytgan gapi bilan hozirgisining aloqasi yo'qdek parishon xotir ko'rinsa-da, aslida ko'pni ko'rgan, har qanday hissiyot va ta'sirotlari ham qiyofasidan bilinavermaydigan, hamma ma'noda ko'zi o'tkir, vaziyatga darhol baho berib va unga qarab ish tuta oladigan zukkolardan biri edi. Boyagina buning bir ibratli isbotini ko'rdik. Nazar qasob bilan bo'ri qora munosabatlarini g'oyatda pardalab aytib o'tdi. Ularni murosaga, yarashuvga chaqirdi. Mana endi chamasi tumanda bitta bo'lib qoladigan to'yning ko'pkarisiga oq fotiha bermoq uchun davradoshlaridan xiyol oldinga chiqdi. Otlarning chaqnoq nigohlari u qimirlab turgan do'rdoq lablariga, chavandozu olomonning ochilib, yumilib turgan og'ziga qarab, qo'lidagi irg'ay tayog'ini baland ko'tardi. "Dim bo'linglar. Men kim? Bosh hakam so'zlayman", dedi. "Mening gapim gap. Nimagaki meni o'zlaring saylab qo'ygansizlar." Hamma jimigan edi. Faqat Toshbolta oshiq kuchingdan Kayqubot deb qo'ydi. "Mana bir kunlik yo'l bosib, shu ko'pkarni ko'ramiz deb kelgan aziz mehmonlarimiz ham yonimizda qachig'ayday bo'lib turishibdi", deya o'zlaridan chetda yirikkina xarsangtosh ustiga chiqib olgan Akmalu bosh prokuror to'pini ko'rsatib qo'ydi. Ular guruhida o'sha bo'ri qoraning xizmatidan ketar paytida uydagi ziyofatda ham ishtirok etgan vakillari da bor edi. "Mana qarshimizda bo'lsa, elimizning sor burgutlari bo'lmish Qirg'iz Chopag'on, Temir Shamol, yana Turkman og'alarimiz u tojik birodarlarimizdan buyurgan lochinlar turishibdi." Olqor bobo birdan qaddini ko'tardi. "Yana bir bor xush kelibsizlar To'polonga. Ana endi ruxsatinglar bilan ko'pkarning tartiblari haqida siz aziz o'g'lonlarga aytadigan ikki og'iz gapim bor. Quloq beringlar." Keyin Olqorchol anchagina qizishib va aftidan birovlar gapini bo'lishidan qo'rqibmi, o'zini hokim chog'lab, odatdagi uloq oldidan ko'pta aytmaydigani, hammaga ma'lum gaplarni ayta boshladi. "Hurmatli chopag'onlar, o'zlaringdan qolar gap yo'q. Mard bo'lsanglar bo'lgani. Nimagaki, bu arpali cho'llari mardlar maydoni. O'zlaringni ham, otlaringni ham sinash uchun, oru nomusni bayroq qilib ko'tarish uchun, qolaversa erkak zotining nimalarga qodirligini namoyish etish uchun kelibsizlarmi bas. Shunga munosib bo'lularing lozim. Endi ijozatlaring bilan 3-4 ta shartni sanayman. Birinchidan, tarafkashlik qilib o'zg'ir chopag'onni yolg'izlatib qo'ymangizlar. Taomil shu. Har qaysing o'z boshingga, o'zing uchun kurash. O'zing bil. Kurashdagiday halol bo'linglar. Ikkinchidan, zotni olgan chopag'onni turtish, urish qat'iyan man etiladi. Bu nomardlik axir." Shundan keyin Olqorchol ko'pkarning boshqa talablarini sanay boshlar ekan, tag'in Qitmir Toshboltaning tovushi chiqdi. "Esiz otlar sovib qoldi-da." Darhaqiqat, bosh bakovuldan buncha va'zxonlikni kutmagan tomoshabin u chavandoz ahli ham zerika boshlagan edi. Illo oqsoqolchol bayon qilayotgan bu shartlar hammaga 5 qo'lday ayon. Ayni chog'da ulardan birortasiga ham amal qilinmasligi da ma'lum edi. Qolaversa, man qilingan shartlar o'z-o'zidan amalga, harakatga aylanib ketardi. Olqor bobo xaloyiqning nazaridan gapni ado qilish vaqti yetganini angladi shekilli, birdaniga "Nazarboy" deya atrofiga qarandi. "Labbay, shu yerdaman otaxon", deya mehmonlar to'piga yaqin turgan to'ychi bobo pildirab cholning yoniga keldi.
Chol unga bir narsalarni shivirladi-yu, javobini eshitmadi. So'ng Nazar qassob atrofiga alanglab, boya tansiq mehmonlar o'tirishgan baland shoh supada karnaylarni ketmonga o'xshatib yelkalariga qo'yib olgan mashshoqlar hamda vohaga mashhur Abulqosim baxshi qoshida xoda yutgandek qaqqayib turgan Ro'ziboy jarchini ko'rib chaqirdi. "Berman keling. Qani, berroq keling." Jarchi laylak yurish qilib tushib keldi va qassobning so'rovi bilan qo'ltig'idan bir parcha qog'oz chiqardi. Qog'ozni Olqor cholga ko'rsatib, ham pastdagi hovuzga, ham jarchiga ishora qildi qassob. Bosh hakam bosh irg'ab, hovuz labida o'tirgan yigitlarga do'qlagandek qilib, "Solimdan birovni olinglar. Marraga oborib qo'yinglar", dedi. Yigitlar jiqqa ho'l bir uloqni apil-tapil tortib chiqarishdi va taxmin qilingan marradan ancha nariga eltib, otlarning oldiga tashlashdi-da, chavandozlarga qo'llarini ko'tarib, "Tislaninglar, chekininglar, tislaninglar" ishorasini qilishdi. Chavandozlar jilovlarini siltab-siltab tortib, otlarni 5-6 qadam tislantirishdi. Shundan so'ng Olqor bobo: "Barakalloh", dedi. "Ana endi so'zni jarchidan eshitdinglar. Mulla Ro'ziboy, oling." Ro'ziboy jarchi cho'lcho'pdek oyoqlarini cho'zib bosib bir qadam oldinga chiqdi-da, odatdagicha: "Odamlar-u odamlar, eshitmadim demanglar", deya baqirib yubordi. "Hozir qo'yilgan zotning tani bir buzoqli sigir, g'ayrat qilgan o'zg'ir otli oladi. Halol chopinglar ko'pkarini. Mukofot zotni shu yerga keltirib marraga tashlaganniki. Ol, ol!" Ana shu ol degan hayqirig'i og'zidan chiqib bo'lmasdan burun Chibor gijing toyning chinqirib kishnashi ovozni bosib ketdi-yu, hammani o'ziga qaratib qo'yib, hovuz bo'yida paydo bo'ldi. Tabii, u qo'raning orqasidan chiqqan va bir necha sakrashda bu yerga yetib kelgan edi va yugani qattiq tortilishi tufayli ot orqa oyoqlarida tik ko'tarilib qolgandi. Bir aylanib oyoqlarini chimzorga qo'ydi-yu, qandaydir yirtqichona ringlab, olayib ketgan quralay ko'zlarini duch kelgan narsaga tika boshlagan ko'yi naridagi tumonat tulporlardan uzolmay qoldi. Shu narsani qayd qilmasdan bo'lmaski, yuzlab turli tuman, katta kichik va har xil egar jabdug'li otlar u aksari jaydari ko'karibob kiyingan chavandozlar qarshisida yerdan chiqqandaymi, osmondan tushgandaymi bo'lib turgan bodomgulli, kumushrang yuganli tulporu uning ustidagi tim qora kostyum, qorakul telpak kiygan keksa kishining mag'rur turishi ajabtovur bir manzara, afsonaviy tomosha edi. Hayol qilish mumkin ediki, bu ot ertaklardagi oq devning bo'z tulpori bo'lib, falakdan tushib kelgan va ehtiyot bo'lmasang, ustidagi egasi dev kabi barcha otman degan jonivorni g'ajib yeb tashlashi mumkin edi. Chiborning paydo bo'lishi bilan anavi otlarning bulutga sapchiydiganlari ham depsinib, 1-2 qadam tislanib, quloqlarini chimirgancha ko'zlarini lo'q qilib qolishgan. Ustlaridagi chavandozlar ham yoqa ushlaydigan bir holatda karaxt, atrofdagi olomonning hayrat va zavqqa to'la nigohida tulporga qadalib qolgan. Egardagi bashang kiyimli chavandoz esa ko'zga tashlanmas, anchayin egarda omonat o'tirgan po'rimgina kimsa edi xolos. Asta sekin odamlar hayratga yo'rilmish, "O, ana otu, mana ot. Vey, bu ot emas, boshqa bir zot" degan xitoblar chiqa boshlagach, ot ko'raverib ko'zlari pishib ketgan Olqor chol ham tilga kirdi, biroq jarchi undan oldin "Ana, Boychibor ham yetib keldi" deb hayqirdi. "Shunday otdan zotni ayirib olganga to'polonni ham beramiz." Olqor chol jarchi tanishi bilan qandaydir hezlanib tayog'ini uzatib ko'rsatdi Chiborni. "Mana ko'ryapsizlarmi? Nainki To'polon tumaniga, balki butun vohaga mashhur bo'lib, el ulusga obro' keltiradigan Chibor shu bo'ladi. Hu erkakning xo'rozi. Marchopog'onlar, sizlardan iltimos shulki,
Bu bedovning ko'pkariga birlamchi tushuvi hozirga to'g'ri keldi. Qo'rqitmanglar buni. Yurak oldirib qo'ymasin tag'in. Yosh narsada hali hammamizning faxrimizga aylanadi bu, nasib etsa. Chol o'ngu so'liga, so'ng xarsang ustidagi nozik mehmonlarga ko'z tashlab va ularning lablari-yu ko'z qarashlaridan o'zining ma'qul gaplarini so'zlayotganini tushunib, bir totli xo'rsindi-da, endi ovozi sezilarli qaltirab, "Hoy, bo'ri qora, inim", dedi. Atrofga alanglab, biroq ko'p narsalarni ko'rmay turgan bo'ri qora cholga yalt etib qaradi. "Shu tulporni senga buyurgan ekan, uni avayla, xo'pmi? Eskilarning gapi bor. Ot jonivor egasiga qanchalik sodiq bo'lsa, egasi ham undan qolishmay sadoqatli bo'lish kerak otiga. Qars ikki qo'ldan chiqadi-da. Sizlarga omad yor bo'lsin." Nihoyat chol Ro'ziboy jarchiga burilib qaradi. Jarchi biqiniga birov turtib hushyor etganday yana baqirib yubordi. "Boshlandi! Ol! Omadingni bersin hammangni. Lekin bir-biringni ayab talashinglar-o! Qarg'ayam qarg'aning ko'zini cho'qimaydi." Otliqlar baayni qabarib turgan bir portana edilar-u harakatga kelishdi va zuvullab, guvullab solim sari otilishdi. Allaqancha maydonni ishg'ol etib turgan shuncha yilqi birdan g'uj bo'lib, birgina to'p hosil qilib qoldi. Ha, otlar deyarli biqinma-biqin bo'lib, bir-biriga tiralib turar, shu bois biri ham safdan sitilib chiqib, zotning ustiga borolmas, ammo to'pdagi har bir chobag'on unga intilar va otlarining bo'yin boshi demay qamchi tushirar, otlar esa kishnab, ba'zan tepaga ko'tarilar, bir-birini ezib pastga tushar. Olqor bobo ogohlantirgan tartiblar o'z-o'zidan buzila boshlagan edi. Ammo bo'ri qora otni haydashga shoshilmasdi. Ko'rinib turibdiki, bu tig'iz otlar orasiga kira olishi mahol. Nima qilish kerak? Balki birorta chavandoz zotni olib, xo'rdan olib chiqsa, ana undan keyin chiborni qo'yib yuborish lozimdir. Bu orada qo'rdagi odamlar va hayvonlarning tovushi tobora kuchayib borar ekan. Vo ajab! Osmondanmi? Yo'q, tepalik ustidagi ovoz kuchaytirgichdan Abulqosim baxshining alpomish qalmoq eliga borib, Murod tepada to'xtab qolgan chog'ida Qorajonning uni qarshilab so'rab turganini aytayotgani tarala boshladi. "Ostingda bedaving xalloslar qushday, achchig'ing chillali muzlagan qishday. Norkalla kelgansan cho'da qushmushday, norkalla polvonim qaydin bo'lasan. Qirg'iy degan qush o'tirar qiyoda, jasading bor Rustamdan ham ziyoda. G'ayratingdan shohlar yurar piyoda, xabar ber begzodam qaydin bo'lasan. Jamoling o'xshaydi osmonda oyga, qoshingni o'xshatdim egilgan oyga. Harba qilib turishing bo'z qarchig'ayga, qarchig'ay changallim qaydin bo'lasan." "Ey, qiziq, menga aytyaptimi?" deb teran bir parishonlikda ko'nglidan kechirdi bo'ri qora. So'ng o'sha dostonni tug'ilgan qishlog'i podadan bo'lak yana qayerlarda eshitganini eslamoqchi bo'larkan, "Ha, to'ylarda eshitganman yana", dedi. "Lekin hozir ayni meni so'rab aytayotganda-ya. Tavba, mana men ham bu tepalik poyida turibman, otim ham chibor, boy chibor. Ha, endi o'zim norkalla bo'lmasam, qarchig'ay changalliyam bo'lmasam, nima bo'pti?" Shunda birdan xuruji kelib, hali u qadar kuchdan qolmaganini, aksincha shu ot tufayli ancha g'ayratli bo'lib qolgani, hozir ham chiborning boshini burib haydasa, to'pni yorib chiqib ketgudek shijoati borligini his qilaroq, ot boshini asta bura boshlaganda, baxshining naq boychibor ta'rifida qalmoq sinchi aytgan mashhur so'zlari tarala ketdi-yu, bo'ri qora battar shishina boshladi. "Yilqichinda o'zi kelgan sinlidir, tovushqon tuyoqli marol bellidir. Arosat kunida ajab hollidir, asl tulpor ekan,
o'zbekning oti. Poyga qilib ko'p shumlikni o'ylasang, poyganing boshida tortib boylasang, 15 kun ilgari berman haydasang, bo'shalsa o'zadi o'zbekning oti. Shundan keyin bo'ri qora nima qilayotganini bilmay qoldi. Uning aqli qochib, ostidagi suyuklik tulpori Chiborning sag'risiga charsillatib qamchi tushirdi. Jonivor buni aslo kutmaganidan turgan yerida sapchib ketib shunday kishnab yubordi va qurga qarab shunday otildiki, unga yetgan chog'ida mo'jiza sodir etdi. Ya'ni orqa oyoqlarda ko'tarilib va oldingilarni suvda suzayotgan kabi qimirlatib, o'rtaga behuda talpinayotgan ikki otdan birining quyrug'iga og'iz soldi. Ot tepinmoqchi bo'ldi-yu, keyin o'tirib qolayozdi. So'ngra Chibor ikkinchi otning dumg'azasidan tishladi. Bu ot darhol pasaya boshladi-yu, birdaniga old oyoqlarini ozod ko'tarib, burilib tushdi. Hayron qolgan chavandoz jonivorning bo'yni boshiga ayamay qamchilar edi. Shunda Chibor ot quyrug'ini qo'yib, oraliqqa o'zini urdi. Ichkariga yarim belgacha kirgandan keyin yana sirk otidek oldingi oyoqlarini ko'tardi-da, silkitib jila boshladi. Ana shunda aksar chavandozlarning ko'zi unga tushdi va otlari jilovini beixtiyor torta boshlashdi. Ularni ikki oyoqli ot tomoshasini ko'rmoqchi deb o'ylash ham mumkin edi. Shu payt otlari jabrlangan chobag'onlardan biri qattiq so'kinib va yig'lagudek bo'lib, Chibor angillaganday tovush chiqarib oldinga sakradi va naq yerda yotgan boshsiz uloq tepasiga yetdi. Otning bu mo'jizalardan tamoman lol qolgan, ayni chog'da yuragi gursullab urgancha ushbu holdan faqat zavq shavq tuyayotgan bo'ri qora zotga tepadan tikildi-da xolos. Ittifoq yig'lagisi kelayotganini tuyib, yanayam engashgan edi, Gijingtoy yangi mo'jiza ko'rsatdi. Oldi oyoqlarini tizzadan bukib cho'kkaladi va bo'ri qoraning qo'li solimga tegdi. Quvongani ham, alami ham shu. Ushlagan joyini qo'yvormay bor kuchi bilan siltab tortganda uloq uning tizzasiga chiqib keldi. Shunga barobar Chibor irg'ib turib, shunday ro'baradan tumshuqlarini cho'zib, ko'zlari portlagudek bo'lib qarab turgan otlarning orasiga otildi. Jonivorlar hurkib tislanib ketishdi. Chibor qarshisida ochiq maydon quloch yozib yotardi. Ana endi Sinchiyu baxshi ta'riflagan o'zbek otining uchishini ko'rsangiz. Bo'ri qora haqiqatan ham ostidagi ot ustida uchib borarkan, tizzasidagi uloqni asta-sekin taqimiga ola boshladi. Zero shimining o'ng tizzasi qon bo'lgan, bundan tashqari solimni oldida o'ngarib marraga borgandan ko'ra taqimiga bosib yoxud osiltirib borgani ma'qul edi. Bularning orqasidan qandaydir vahima va hayajon bilan yugura ketgan otlar ko'pkarning tarziga o'rganib qolishganda jonivorlar, yo'qsam ularning kalovlanib qolgan egalari hatto niqtashni ham unutishgan edi. Bora-bora o'z-o'zidan sekinlashib, ayrimlari to'xtab ham qola boshladi. Chibor Gijingtoy esa arpali dashtlari tanho o'ziga tekkanday o'ynoqlab ketar, bo'ynini gajak qilib allanechuk buralib ham chopar, dumi mudom xodadek charchash, nima yo'l yuribdiki tulpor charchasin. Ha, u chopishni istar, aftidan sovrin egasiga tekkanini ham bilar va bundan shod edi. Bo'ri qoraning bir ko'ngli tezroq marraga yetib, uloqni marraga tashlash va qizg'in olqishlarga ko'milib huzur qilishni o'ylar, ammo Chiborni da o'z holiga qo'ygisi kelardi. Hada, o'ynasin, yugursin, jinniliklar qilsin, shunga sazovor bu. Axir bu ham o'zg'irligidan zavqlanishi, uni qandaydir bir tarzda nishonlashi lozim-ku. Adirning hey adoqlariga yetgach, Chibor birdan sekinlab chap tarafga, o'zi mingi bo'lgan chag'atlarga tikildi. Shundan bo'lsa kerakkim, birdaniga u tomonlarni o'ng qo'lida qoldirib, to'g'riga qishloq ko'chaga qarab yela ketdi. Bo'ri qora bir pas jilovni bo'sh qo'yib bordi-yu, keyin daryo tomonga qaratib bura boshladi. Chibor to'polonga o'ng bo'lgach, shunday chopish qildiki, lof bo'lsa ham ko'z ochib yumguncha qirg'oq poyga yetdi. So'ng qo'ra yonida turishgan Umar Sinchi bilan Nosir tomonga qayrila boshlar ekan,
Bo'ri qora uni marraga qaratib haydadi-da, ayni hovuzcha yonida uloqni tashlab yubordi. Dong qotib qarab turgan olomon birdaniga chuvvoz solib baqira boshladi. Halol! Halol! Ayni vaziyatda to'g'rirog'i ushbu uloq chopish so'ngida bunday xitoblarga ehtiyoj qolmagan edi. Ammo nima ham deysiz? Bu o'rganish, g'olib chavandozni tan olish u olqishlash tarzi edi. Shundan keyin yana bir hol yuz berdi. Odatda o'zg'ir uloqchi otlar marraga yetib yetmay, egasi zotni tashlab yuborgach, o'z-o'zidan sekinlasha boshlaydi. Bu ham o'rganishda. Chibor Gijingtoy esa ustida andakkina yuk bor edi-yu, undan ham xalos bo'lganiga shodlanib ketganday, to'xtovsiz yugurib, ana u na'mataklar ustidan qoplondek sakrab o'tdi-yu, pastga endi. Bo'ri qora ro'parasidagi daryo shamoli yuziga urilgancha oq yollari oldini to'sib yelpinayotgan otning jilovini tortib qolmaganida, hech shubhasizki, Chibor o'zini suvga tashlab ketardi. Bo'ri qora otni etakroqdan aylantirib, quloqlarini chimirgancha xo'mrayib hingirlayotgan otlar oldidan o'tib, olqishlab xitob qilayotgan odamlarga-yu, tag'in tosh supaga chiqib olib chapak chalayotgan akmallarga qaragancha qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qildi. Keyin, to'g'ri bo'ldimi shu ishim? Polvonlar ta'zim qiladi-ku, deya otni yana qora tomonga yo'naltirganda Olqor chol: "Otangga rahmat, Bo'riboy. Otangga rahmat. Oting bundan ham abjir bo'lsin. Sira ko'z tegmasin", deb alqadi ketidan. "Endi sen qo'rga kirmasang ham bo'ladi", dedi. "Bu yoqda mehmonlar chopadi endi." So'ng baqirib yubordi: "Shaymisizlar, chobag'onlar! Ammo lekin mardlik qildilaring, ayadilaring bu toyni." Bo'ri qora Chiborni to'g'ri uyumi tomonga haydab borarkan, qo'raning engaragi uzra uzalgan yosh qassob: "Shoshmang bobo, mana sigiringiz bilan buzovingiz", deya sherigiga do'qladi. "Tort, buzovi iyeradi. Tortsangchi." Bo'ri qora Nosirga iliqqina qarab, qamchi sopi bilan qo'raga ishora qildi-da, g'izillab kelayotgan Umar sinchiga jilmayib qo'yib, otni yana yurgizdi. Tuproq uyumi ortidagi maydonda eshak ko'p edi. Bo'ri qora Chiborni sinchining xachiri yoniga haydab borib, egardan ohista tushdi. Sinchi keliboq jilovning uning qo'lidan oldi. Bo'ri qoraning birinchi ishi sonidagi qon yuqini asta-asta tirnash bo'ldi. So'ngra: "Hay, toza bo'ladi-da bu ham", deya qomatini tikladi-yu, shundoq tumshug'ini cho'zib turgan Chiborga birdan intila qoldi va uning bo'ynidan quchoqlab, duch kelgan joyidan o'pa boshladi. Nihoyat xo'rsinib chetroqqa chiqdi va chimzorga bemalol o'tirib olib, otga tag'in bir ko'z tashladi-da, boshini egdi. U beixtiyor dir-dir titrar, yelkalari ham ko'tarilib tushar, uchar edi. Shu topda Akmal bilan Saodat aka qirning bu yoqqa qaragan tomonidan yana qo'ltiqlashib enib kelishmoqda. Ularning ortidan esa Olchinboy bilan Qurolboy kuzatishar, bir-birining bilagidan ushlab olgan, aftidan bir-birini tortib turishar edi. "Yig'layapsanmi, hey?" O'zim ham bilmayman", dedi Bo'ri qora boshni ko'tarib. "Kechirasiz, Saodat aka. Qariyapmanmi nima balo?" "Tushunaman sizni", deb qo'lni uzatdi bosh prokuror. "Chin ko'ngildan qutlayman. Behazil. Kulmang do'stim. Men chindan ham mo'jizaviy o'yinni tomosha qildim. Kelganimga ming karra xursandman. Mening xursandligimni ham tasavvur qilishlaring qiyin." Keyin Akmalga beg'uborgina kulimsiradi. "Shunday milliy o'yinlarimizni yo'qotmoqchi bo'lamiz-a?" "Ahmoqlikda", deb g'ijindi Akmal. "Ey, Navoiy hazratlari aytgan ekanlar, bu olamda ikki telba bor. Biri shoh, biri jinni. Ikkisiga ham qonun yo'q." So'ng u ham sigaret tutatib oldi. "Bizning shohlar nomiga shohu." "Ey, hamma gap jilovdorda", dedi Saodat aka. "Qayoqqa borsa, shu yoqqa yurishga majbursiz. Xayriyatki, Bo'riboy do'stim. Ko'p ham yuravermaymiz." Bo'ri qora ularning so'zlarini diqqat ila eshitar, ammo tushunib tushunmay turar edi. "Xo'p,
Men endi ketaveraymi, Akmal, deb so'radi. Ha, jo'na, dedi Akmal. Hozirligingni ko'raver. Aytmoqchi, anavi turkman oshnolarni ham olib boramiz. Xohlaganingni ayt, dedi Bo'ri qora va sinchiga o'ychan tikildi. Bugun Chiborning ham bayrami, ha? O, asta aytasizmi? Chetda qunishib turgan Umar Sinchi ildamlab kelib, mehmonlar bilan ko'rishdi. Xush ko'rdik azizlar, xush ko'rdik. Men gaplaringni eshitdim. Esa biz ham jilamiz. Ha, Nosirjon? U yoqda bizbob ishlar topilib qolar, ha? Akmal Nosirga talab kelgan sigir bilan buzoqqa zehn solib qaradi-da, kulimsiradi. Nazar bobo aldamayapti. Rost akam, sigir, buzog'i 1 yoshdan oshgan, Keyin Umar Sinchi bo'ynini silayotgan Chiborga qarab, "Ey bo'ri, buning xazina", dedi. "Xudo ursin, seni boy qilmasa. Boyliging boru baribir-da." So'ngra birdan do'stining tuflisiga tikilib g'ijinib ketdi. "Ey, bu tuflini qachon yangilaysan, ha? Yo Chibor topib beradimi tuflini ham senga?" Shu shoshilishda, deb g'o'ldiradi Bo'ri qora. Va shu ondayoq o'zini qo'lga oldi va odatiy o'ktam ovozda, "Demak, sizlarni kutamiz", dedi. "Xohlagan kishilaring bilan kelinglar. Aytmoqchi, hamrohlaring ham bor-ku. Marhamat, Saodat aka haligi aytganlaringizni ham kutamiz." Xo'p, keyin beg'uborgina kuldi. "Lekin nima qilmoqchi ekaningizni bilmayman." Saodat aka miyig'ida kulimsiradi. "Bilib turibsiz, do'stim." "Yana do'stim dedi", deya esladi Bo'ri qora. Qiziq, boshqalarni ham shunday dermikin? Bo'ri qora Chiborni minib asta-asta haydab borarkan, goho ortiga Nosir yetaklab kelayotgan sigir bilan buzoqqa qarab qo'yar va bir necha daqiqada shunday qoramollarga ega bo'lganiga ishongiz kelmas. Ayni chog'da endi bundan keyin ko'p mol davlat orttirishiga ishonar edi. Siz adib Shukur Xolmirzayevning Ot yili qissasining 19-qismini tingladingiz. Badiiy rahbar Mavluda Raupova, rejissyor Alisher Amirov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. Matnlarni Boir Xolmirzayev o'qidi.